ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin baktisadına girişimiz lazım demekçe. Cihat ve niyet bağıyken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicret hem mevcuttur demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Bugünkü maxsus alahide bir söhbet programı orlaştırdık qadrli qarindoshlar. Söhbetimizningki mavzusi bo'lsa, yaqinda vatanimizda yaqinqi oxirgi oylarda chiqqan oqidan chiqqan kunmon voqeasi bo'lsin, mayli Urumchidagi poyezd vokzal voqeasi bo'lsin, oxirgi 22 may Urumchi Atiganlik bozoridagi jihodiy harakatlar bo'lsin. Bu harakatlardan keyin Xitoy nihoyatda rezillik bilan hech qachon burunma qilib kelayotgan edi, ammo bu oxirgi mezgillarda butun bir o'chum olimlarini, ya'ni o'zi tarbiyalab chiqqan mollalarni ishga selish bilan xalqimizni qaymoqtirish, xalqimizda diniy jihatdan bu elib berilayotgan ishlarning butunlay qonunsiz, butunlay dinga zid bo'lgan, xilof bo'lgan jinoyat harakati ekanligini xalqimizga singdirish uchun rezil shaklda nihoyatda qattiq tashviqot hujumi elib bormoqda. Biz bularninki Xitoyning bu bir o'chum mollalarninki elib berayotgan, so'zlayotgan, xalqimizni qaymoqtirish uchun dinni burmilab so'zlayotgan bu harakatlarning qilmishlarining hammasining xato ekanligini diniy jihatdan hurmatli olimlarimizni studiyamizga taklif qilib, bugun mushu suhbat o'tkazamiz inshaalloh. Bugungi suhbatimizga qimmatli vaqtni chiqarib kelib bergan hurmatli ustozimiz Abdulakimxon Maqsumajim ve hürmetli ustazımız Abdülkerim Kuchar ustazlarımızın kızgın keppegal için kızgın karşılarımız hoş geldin dep söhbetine başlayalım inşallah. Hoş geldiniz. Hürmetli televizyon görüşler, biz söhbetine başlaştığım burun abayımı dep ötkendek herkes mi yukarıda tövende körüp ötediğin kısa bir film var. Bu filmde elbette ulanın sözlügen sözlerinin hemmesini vakit itibarı bilen eliş imkaniyeti bulmadı. Şu an biraz kıskartıp aldık. Bunu bir körüp ötümüz. Aldı bilen ben bu katımki şu 5. İslam ayının 5. günü ötküzüldü. Bu Urumchidagi İslam İnstitutu'da 70 netçe şu Xitoyninki vatanimizdagi har qaysi masjidlarda, har qaysi yerlarda xizmat qilayotgan atalmış dini imam xatib bularni yig'ib g'azat tashviqoti, ya'ni jihad qilib, g'azat qilib o'lib shahid bo'lganlarning jannatga kiradigan safsetisiga kuchli raddiya berdi degan shaklda raddiya beramiz deb bu bir yig'in ochdi. Bu yig'inda har qatim biz ilgariki programmalarimizni Xitoyga tamoman setilib ketgan, özünün dinini, ammenasini kiçikkina bir dünya hayatı için satkan Abduraqib Tümür riyasetçilik qildi bu yig'inga. Bu albatta yana har qatim qadek shu Xitoyga bo'lishib, zo'ravon terrorchi uni qildi, buni qildi deb, men har qatim har doim islomni biladigan shaklda, ularni qarlagan shaklda islom dinimizdagi uchuq oyatlarni burmalagan shaklda so'z qilib, so'zni boshildi va boshqa shu yerga qatnashgan kishilarga so'z bergan holatda. Biz aldı bilen bu kısa bir filmni körüp ötümüz alimlerimiz bilen birge. Onun kendinden bulanın sözlerine tefsili halette cevap verişke başlayımız. Merhamet dikkatler ekranımız olsun. İslam dinimizdeki otları yol tutuş, biz Müslümanların dini turmuşumuzdaki raya kılıdığan prensiplerden ibaret. İslam dinimiz her kandak cinayet sebeplerini ve esebilikni tusudu çekleydi. Çünkü o insanlarını halaketke ilip vardı. İslam dinimiz ziminde eski işlerini kılganlarga cezanı bikitti. Çünkü onların eskiliki bir günah kişilerini korkutup onlarga ziyankeşlik kıldı. Öz milletinin şanıga dağ tekizdi. Dünyada yaman işini kılgıcılar bir yamanlıkını kılsa
qilgan yomonlikqa o'xshash, ya'ni shundoqla shuning o'xshash loyiqida cho'ng jazo uchraydi degan. Ko'rinib turibdiki, shu zo'ravonlik harakatlarini sodir qilg'ichi terrorchi unsurlar Allah tebarek ve Teala'nın rahmetiga erişilmeyli kalmasın, belki dozak azabıga duçar buludu. Allah Teala buzg'unchilikni yoqtirmaydi. Hem barliq chekini aşkan qilmishlarni cheklaydi. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunday aytadi. Günahkarlar haqiqatan gumrohlikdadir. Ahirette dozaqdadir. Ular dozaqqa dum yotqizib so'yiladigan kunda ularni dozaqning azobini tatinglar deyildi. Ko'rinib turibdiki, zaminda yomon ish qilg'uvchilar, begona kishilarni o'ldirganlarni Alloh taolo dozaqqa kirgizdi. Ham dozaqning qattiq qaqshatqis azobini tatdi. Muhammed İsmail Qarajimni so'zga taklif qilaylik. Hürmetlik İmam Ahunum ve cemaatler. Köpçülük məlum 5. ayının 22. günü səhərdə Ürümçi şəhri Saybağ rayonu Bağçı Şimali koçusida ağır zoravan terrorluq vəqəsi yüz berib 39 adam ölüb 94 adamның yaralınışıdək ağır vəqə sadır oldu. İslam dinimiz bundaq zoravanlıq qılmışlarını qattiq çəklaydı. Her millet Müslümandır mı? Katli karıştırıdır. İslam dinimiz tinçlikni teşebbüs kıladigan din. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaqdaydı. Ey müminler, şeytanның yollarına ve igvasıga ergeşmanglar. Şeytan sizlerge hakikaten aşkarı düşmandır. Yukarıki ayet Müslümanlarını tinçlikni söýüşke, tinçlikka intilişke, amaliy hareketi bilen tinchlikni qo'g'dishiga, barliq zo'ravon terrorlik harakatlariga qarshi turishga ogohlantirdi. Alloh taolo Qur'on Karimda vaqti munda deydi: ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Ashundaq yaman ish qilganlar qarta Allah Teala Qur'on Karimda texmi uch qilib munda deydi: yaman ish qilganlar davzaqqa yuzi bilan tashlandi. Sizlar faqat boshqalarning hayotiga xotirjamlik elib berishning o'rnida ularga rahimsizlarcha muomala qilib, nohaq o'ltirish, o'zini vayron qilib o'ltirish hargizmi bir musulmon kishining qiladigan ish emas. Begunoh odamni nohaq o'ltirish islom dinidagi 7 cho'ng gunoh qatori sanaldi. Qanday bir kishiga odam o'ltirgan bo'lsa, qasddan deydi. O'ltirgan bo'lsa buni o'ltirish. Bu qatimkin ishlangan ekan-da, Qur'oni Karimning ruhiga xilof. Gunohsiz odam o'ltirish yoki shu jinoyat shakllanmagan odamni o'ltirib, bir odamni o'ltirsa, diyetga tutqanmas bo'ladi. Shunga bu xatolik bu. Anda xatolik bo'lsa, anda bunday ish bo'lib qolsa, jazoga uchraydiga Alloh taoloning oldida har qanday odam xatolik o'tkazsa, Xudo uning mas'uliyatini qattiq surishtiradi. Qashqar Yangishahar nahiyasidagi diniy zotlar suhbat yig'ini o'tkazish orqali atalmish g'azot yo'lida shahid bo'lganlar jannatga kirdi degan safsatiga radiya berdi. Ushul kuchlar vositalamay vashiracha inson qalbidan chiqib, o't quyosh, partiltish, pichoq asboblar odam o'ltirdi. Mana bu bizning islom dinimizga tubdan xilof. Bularning yatadigan yeri devzaq bilan bo'ladi. Islom dini inoq ittifoqlikni, muqimlikni tashabbus qiladigan dindir. Shunga bu nahaq odam o'tirgan bir uchun terrorchi kuchlar Allohning qattiq jazosiga uchraydi. Ularning boradigan joyi dozaq. Qur'on Karimdami ular dozaqda mangu qoladi degan hukmlar bor hamda. Ular jannat kelmaydi. Dozaq o't bilan azob qildi Alloh taolo. O't ham dunyoda o't eng yomon. Allah o'sha o't bilan azoblashni butun insonlarga hayot dunyo o't bilan azoblashni to'sgan. Lekin dozaqda qabih ishlari adam o'ltirgan insonlarni dozaq azoblashni, o't bilan azoblashni Alloh Qur'on Karimda qutgan buni. Shundan o dozaq mangu azob qoladi ular. Davlatimizning qonunini ko'zga ilmasa, islom dini aqidatlarimizni ko'zga ilmasa,
bu adamninki dünyadımı jazalandığanlığı, ölüp ketsə, ölgəndən keyinmi Allah'ın azabıga qattiq duchor bo'lganligini tunib yetdik. Kishilarni yaxshi bo'lgan jannatga chaqirdi. Agar yomon ish qiluvchilar bo'lsa, uningga do'zax bilan ogohlantirish berdi. Bu vaqtda Qur'oni Karimning ta'limoti ochiq bo'lib, islom dini zo'ravonlikqa, terrorlikqa, asabiylikka intayin qarshi turdi. Islom dini yaman qilmishlar, yaman ta'sir ishlar va shunga o'xshaydigan yamanning eng yomoni bo'lgan odam o'ldirish, hayotlikni nobud qilish ishini islomiyat nihoyatda harom chaqlaydi. Bu kishilarning hayotiga xavf yetkazishni, bo'libmi terrorlik, zo'ravonlik qilmishiningki, oqibatiningki do'zax ekanligi bilan ochiq Qur'oni Karim xabar berdi. Dinimizda nahaq odam o'ldiringlar degan gap yo'q. Aksincha, kimdir-kim bir nahaq odamni o'ldirdi ekan, o butkul yer shardagi barliq insonlarni o'tgan bo'ladi. Agar bir insonning dunyoda hayot qilishga sababchi bo'lsa yoki qutqazsa, yer shardagi barliq insonlarni qutqazgan bo'ladi. Bu ish islom dinida qat'iy man qilingan ish bo'lganligi jihatidan keng xalq e'tiqodchi ommaning o'zisiga mushu ahvolninki intayin rezil ahvol ekanligini xalq uchun deb bizning islom dinidami yashayotgan vatanni süyüş digini, vatan ahlini süyüş digin bo'ldi. Vatan uchun o'zining tirishchanlik harakatini ishga solib, yana ittifoqlik, inoqlik uchun qattiq tirishning o'zini ham umid qiladi. Biz bularning mush harakatining o'zini keng e'tiqodchi ommaga yetkazish, so'zlash orqali bularga agishib qolmaslik, keng xalq ommasga terrorchi kuchlarga o'rtaq qarshi turish. Bularningki qilayotgan ishi insoniy qalbidan chiqqan narsa ekanligini oyat hadislardan dalil isbotlab, keng xalq ommasini ittifoqlik, inoqlikning o'ziga yuzlanib, hozirgi yangi vaziyatdagi taraqqiyotning o'ziga tez taraqqiy qilish uchun pushkashang bo'lmaydigan bir sharoitning o'zini yaratishni tavsiya qiladi. İslam dini bizlarga oxirat to'g'riliq ko'rsatgan bayonlarida insonga qiyomatda mushu dunyoda qilgan amallariga yarasha muomala qilinadiganligi. Shunglashqa uning qilgan amallari yaxshi bo'lsa, uningga jannat bilan mukofot beriladiganligi. Uning qilgan amallari nachar bo'lsa, uningga do'zax bilan jazo beriladiganligi bayon qilingan. Bizim dini jihatdami bu terrorlik bizim shariatimizda bu harom qilingan ish. Qattiq cheklangan. Chunki nahaq odam o'ldirish gunohi kabira. Bu harom. Bunda gunohi kabirani qilgan ishni Alloh kechirmaydi. Bularning o'rni o'zi do'zaxda bo'ladi. Terrorchi unsurlar jannatga tushirmaydi. Bardigan yere do'zax, odam o'ldirish, xalqning mol-mulkini buzish islom dinimizda cho'ng gunohning birisi haqiqiy musulmonlardan emas. Ularning bu qilmishi ularni do'zaxga boshlab boradi. Do'zaxga boshlab boradi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda nahaq o'ldirganning jinoyatini butun odamlarni o'ldirgan bilan o'xshash deb cho'ng gunohi kabirlardan sanadi. Cho'nglashqa payg'ambar alayhissalatu vasallam musulmonning sifatini bayon qilib, musulmon degan o'zining tilidan qulidan boshqalarga ziyon kelmagan bo'lsa, bu haqiqiy musulmon shar'iylash orqali men musulmonning sifatini uch o'tirib qo'yib, islom dinida azaldan boshqalarga zo'ravonlik qilish yoki boshqalarning hayotiga xavf yetkazish yoki boshqalarni bo'zaq qilishda nachar qilmishlarni qattiq raddiya berib so'kkan. Alloh taborak va taolo kalomida nahaq odam o'ldirmagan, nahaq fasq termagan bir jonni o'ldirsa, bu bütün insanı öldürgendek bo'ladi deb kimiki bir canlı terildiyse bu bütün dünyadaki insanlarını hayat kılgandek bo'ladi deb Allah tabarek ve taala kalamida bizga bunu emir kıldı. Kısmen kişiler mana muşunda adamni öldürsen şehit sen cennet kişirse deydigan bilen mana muşunda yok sepeler bilen ama dini işliğe uğrulup özü hakiki bu ilimni bilmey.
bilimi bilmey. Hakiki Kur'an hükmünün emri parmağını boyunsunmay, ama bunda ahvalatlarını keltirip çıkar. Biz İslam dininin hakikatini tanışımız gerek. Kalaymakan adam öldürüş, zoravallık kılış, terörlük kılış, ot koyuş, bulançılık kılış, kişilerin mal mülkü büyüde zahmi yetkizişten ibaret barlık kılmışlarını İslam dini birdek söküdü. Barlık Müslüman kardeşlerimizdeki inak cemiyet kuruş için bir kişilik koşuşunu ümit kılıman. Qonunsiz diniy faoliyat zarb berish, yani oldini olish, qatnashganlarga zarb bermasa, shahrimizdagi balki viloyatimizning boqilma saqlab bo'lmaydi ekan. Bularni yimilgan kishilarniki boshi unsin, uynalg'u, majlinti ishlarning keyni kirib, chet el kishilarniki amashta ko'p o'zib ketibdi. Ular qaytib bo'lgan kapishdan xalq jamoatlarga, jamoat ba'zi so'rovlarda diniy faoliyatlarda men mashu yig'inning ro'yini qattiq jamoatga kim kishida tashviq qilib zo'ron terrorchining tushunib kirishini oldini olaman. Ba'zan yosh bolalarimiz asabiyleşip ketganlardan hamma vazniki, bularniki dini tushunmaganligi, qonun tushunmaganligi, mush Qur'onni tushunmaganligidan bo'ladigan ba'zan ishlar bor. Shuningga mush endi ota-onalar yosh bolalarimizga, o'smir bolalarimizga mush e'tiqod bizning milliy ko'z qarashimizdan tushundisa, bular cemiyetimizden bu yolunu tip mağan bulattı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kimki zerre miktarı dünyada naçar günah mesiyet kılarken onun cezasını şu bilinç tatıdı. Qattiq g'azablanamiz bu terrorchi zo'ravonlarga. Allah cheklagan cho'ng gunoh bu. Ularni jazolash kerak. Zo'ravon terrorchi unsurlar din bayrog'ini ko'tarib olib, zo'ravon terrorlik harakati olib bordi. Ularning bu asabiy zo'ravon qilmishiga biz cho'qim qat'iy qarash turmas. Ularni saqlab turgani jannat bo'lmasdan, balki do'zaxdir. Beguna qanday kun bo'lsin o'tsa, o'zi do'zax o'zi nisbatan adamdan o'tsa, ikki dunyo jazosini o'tkazadilar desa. Har bir anda jannat ketsa shu Allohning do'zax ta'rifini. Zo'ravon terrorchilar cho'qim jazoga tortildi. Ular herkesin cennetki kelmeydi. Aksice ağızlıklarga ziyonkashlik qildi. Ular Müslüman buluşqa layıqmi emas. Do'zax ularga qanday bir odam jannatga kirib do'zaxdan yiroq bo'lay desa, boshqalarning o'ziga qanday muomala qilishini orzu qilsa, o'zimi kishilarga shunday muomala qilsin degan bir hadis bor. Anda bo'lganki biz boshqalardan o'zimizga yaxshilikni orzu qilgan ekanmiz. Bizmi boshqalarga yaxshilik qilishimiz kerak. Musulmon degan qanday odam degan vaqtida boshqalar mushu odamning mayli og'zaki bo'lsin, mayli amaliy ish harakatida bo'lsin, yetkazadigan aziyatdan boshqalar xotirjam bo'la olsa, biz ondan bu odamni musulmon deymiz degan hadismi bor. Türlük çoğun günah var deb kelib, bunun birisi şu qasdan adam öldürüş deb, şununla qalğandı bularniki qilgan işi Qur'on-ı Kerim, hadis Rasulullah qilib. Bularniki munda beguna xalq ammasini munda öldürüş bu islom dini qilib. Asabiy ideyadagilar islom dinining aqidalarini hadab burmalamoqda. Ularning qo'llangan vositasi intayin qabiy. Misol olsak, ular g'azot qilamiz deganni bahona qilib begunoh ommani o'ldirdi. Ularchi bo'lsa, begunoh ommani o'ltirsa g'azot qilgan bo'lib jannatga kirarmish. Amaliyotda islom dinida hech qachon bunday ideya tashabbus qilinmaydi. Islom dinida musulmonlar dushmanning tajovuziga uchraganda qarshilik ko'rsatsa bo'ladi. Qarshilik ko'rsatish davomida shahid bo'lgan musulmonlar jannatga kiradi deyilgan. G'azot degan so'zning ma'nosi muqaddas jang degan gap. U tajovuzchi dushman bilan qilingan jangni ko'rsatadi. Begunoh ommaning joniga zomin bo'lish deganlik emas. Ular bu so'zning ma'nosini butunlay burmaladi. Dindan iborat to'ng'i o'rni bilib, kishilarni qaymoqtirib, o'zlarining maqsadiga yetishga urinyotidi. G'azot qilib shahid bo'lganlar jannatga degan safsatda tubkiltizning xato. Bunda qilganlar o'ziga bir kishilik yomon yo'ldan o'rin tutib qo'ysa bo'ldi. Bir turkum terrorchilarning keng xalqamizini jonlariga, mollariga ziyon keltirib kelmoqda. Bu islom dinida cheklangan qattiq ish. Bundan keyin siyosiy bilimlarni, diniy bilimlarni yaxshi o'rganib, keng xalqamizini yaxshi yo'lga yetaklashiga tirishimiz. Bu begona odamlarni o'ltirish, ya'ni ig'ir gunoh hisoblanib bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo qattiq jazolaydi. Bundaq begunoh ommani o'ldirganlar mangu jannatga kirolmaydi.
Diniy zotlar dinga e'tiqod qiladigan ommaga haqiqiy ahvolni tashviq qilib, millatlar ittifoqligi va jamiyat muqimligini anglab qo'g'dish kerak. Biz maydonimiz mustahkam bo'lgan holatda vatanparvar diniy zotlarimiz hammamiz bir niyat, bir maqsadda shu terrorchi zo'ravon kuchlarga qarshi turib shularning tubdan o'zgarishiga va tugishiga, yo'qishiga bunday xizmat qilib, yaxshi ideviy pokizlashni yapamiz. Islom dini asabiylik, zo'ravonlikqa qarshi turadigan mushundan barliq qarindoshlarniki o'zining rolini joriy qildirib, yurtimizning texmi go'zal, texmi xotirjam, texmi ittifoq inoq bo'lib, baxtiyor turmush kechirish yo'lini tanlashni umid qilaman. Vatanda iniq nimasi bo'lgan chaqda biz fuqarolarningki maqsadi bu. Biz dinli zatlar, dinli asabiy kuchlarga qattiq qarshi turibmiz. Xabar topgandiki bundan intayin g'azablandik. Bu bir qism terrorchi, bir qatimliq buzg'unchilik harakati. Bu hargizmi bir dinga chetildigan yoki millatning ishi emas. Biz bularga o'rtaq birda qarshi turamiz. Biz bu qatimgi yig'in kelish jarayonida bu vaqa yuz berdi. Bizniki taraqqiyotimiz, tinchligimizga buzg'unchilik qilishiga hargiz yo'l qo'ymasligimiz lozim. Biz jumada 2 juma maxsus mushtamida so'zladik. Do'zaxga kirdigan, yomon amal qildiganligi, behuda qon to'kadigan, xalqning haqqini oldigan degandek ishlar shug'ullanganlar do'zaxga kirdiganligini Qur'on Karim hadislarda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqoridagi film diqqatingizga ko'rib o'tdinglar. Biz bu ustozlarimizni ko'rib o'tdi. Haqiqatan insonning bir musulmonning haqiqatan yuragidan ziydilaydigan, ichindiradigan bir ahvol hamda bu ko'rib o'tgan narsalarimiz. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo bularga shunda insonning degisi keladiki, Sura Baqaradagi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون degan oyat albatta hammasiga digidek tushunadi bu narsa bu oyat. Qisqacha ustozlarimiz so'zlab o'tdi bular haqida. Men buni qisqacha ma'nosini so'zlab o'tay. Bular Allah Qur'oni Karim shunday deydiki, sizlar kitobning, ya'ni sizlarga nozil qilingan shu kitobning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga kofir bo'lamsizlar. Ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga kofir bo'lamsizlar. Ya'ni buni inkor qilib, buni e'tirof qilmamsizlar. Sizlarning ichinglardan ana shunday qildiganlarning jazosi nima deb Alloh subhanahu shunday deydi. Sizlarning ichinglardan shu kitobning, sizlarga tushirilgan kitobning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini shunday o'zinglarning havoyi havsi bo'yicha yoki dunyodagi xizmatinglardan ayrilib qolmaslik uchun so'zlab shuna so'zlayotgan, ba'zisini yushirib, burumlab so'zlayotgan shunday qilganlarning jazosi nima? Ularning jazosi bo'lsa, hayoti dunyoda rasvolik, hayoti dunyoda rezillik, rasvolikdan boshqa va qiyomat kuni bo'lsa, ular eng qattiq azobga qaytarildi dedi. Va oyatning oxirida shunday bir tahdid borki Alloh tomonidan va mallohu bighafilin amma ta'malun. Sizlarning qilayotgan ishinglardan Alloh g'afil emasdir. Hargiz buni bilmay qolamiki, muhnalar o'tib ketamiki deb qolmanglar deb. Albatta bu so'zlagan atalmış mollalarningki ba'zi olimlar biroz qechib ikki beslik so'zlarni qiliqliq, ammo lekin so'zlayotgan so'zi Qur'on va hadisda aytilgan, zikr qilingan to'g'ri so'z bo'lgan taqdirda ham xuddi bularningki shu Xitoyning kamerasini, mikrofonni oldiga kelib qilgan vaqtida va bo'libmi o'sha elib berilgan jihodiy harakatdan keyin buning qanday ko'z qarashing va deb mikrofonni Xitoylar uning og'ziga tutgan vaqtida hadis va narsni dalil keltirib boshqa bir yoqlardan so'zlashga uringan taqdirda ham xuddi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning kalimatu haqqin yuradu biha al-batil deb so'z haq so'z bo'lgan bo'lsa-mu botilga dastak berayotganligi uchun Xitoyning tajovuzchiligiga yo'lliq deb qarayotganligi va ularning qilgan qilmishlarini jihodiy harakatlarini xatoga chiqarish uchun misol keltirilib so'zlayotganligi uchun yana bu nima desa o'rniga tushmagan bir so'z bo'lganligi ishimiz. Buni ustozlarimiz inshaalloh buni anglab chiqqandan keyin güzel şekilde cevap qaytarishga ishimiz. Oldi bilan suhbatimizda hurmatli ustozimiz Abdulhakim Xon Maqsumadovdan boshlaymiz. Anglab chiqlar Maqsumadovga bularning so'zlariga qanday bir javob qaytarish kerak? Qanday bir tushuncha ekanlar buni anglagandan keyin. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yani biz yukarıda bizden dini zat deb atalgan bir qancha şəxsninki yaqinning mabeyinde vatanda bilavatqan hareketlerge qarta qilgan sözlerini, yani özünün təsəvvürü görəməz İslam namıdan davatqan sözlerini bir qur küzütüp çıxdıq. Bu insanın hakikaten işin durdu. Endi mesela bunu biraz noktalık şekilde merkezleştiriş, aydınlaştırış lazım. Xitay tecavüzçileri bizim vatandaşı besip girgendim biri. Hususen Xitay komünist tecavüzçileri 49'da bizim vatandaşı besip girgendim başlayıp hazır kadar halkımızga her türlü şekilde az emas zulüm, zoravallıkını qilib keldi. Minglаған, yüz minglаған, belki milyonlаған insanın her xillik şekilde öldürüp türlük azaplar bilan qınab keldi. Hala bunu qilib atadi. Xususan yaqinqi 2 yilning mobaynida Xitoy tajovuzchilarining zulmi shu qadar ishib ketdiki, xohlagan bir yoshni xohlagan yerda xohlagan itib o'ltirdigan. Xohlagan odamni xohlagan tutib ketib, dahshatli uslubda qishlab buni inson tasavvur qilib boqmagan azoblar azoblaydigan. Hatta insanlık bizning Allah yaratgan inegiga chiqqan saqalga egololmaydigan, uchish o'zi xohlagancha kimki hech kim egololmaydigan bir holat shakllantirdi bular. Bu xohlagancha o'ltirish, turmag'i qamash, butun o'zining muqaddas dinni o'g'itishning tamoman chekinishi, bunu cheklab qolmasdan bu o'zining diniy e'tiqodiy shavatqanlarning har turli aziyatlarga duch kelishi. Bulapmam yüzlügen yaşlarının bekarın bekağa hiç kandak bir ehval görülmegen durup bakağım xalqançam Xitay tecavüzçiler tarafından öldürülüşü. Mana bu qarindoshlarımızın moşaqtı qayta izlenmesek bo'lmaydi ekan. Biz qancha sabr qilib jing turib baqsaqmi, bunun bizi qilib atgan ishi bu zulm kundan kunga yig'irlab ketib boradi. Biz muşulağa karşı hiç qanday iş qilmay turib bu kadar eziyet çekivatımız. Ondan görəm biz Allah'ın bizning üstümüzge farz qilgan farzini ado qilish haqida biz harakat qilmasak bo'lmaydi ekan. Baka o'lib ketguncha biz ma'lum miqdor harakat qilib sharaf bilan ketsak o'tgan degan o'y fikrga iddia qilishga sabab bo'ldi. Shuning bilan birga bir tarafdan zulüm bu iddiaga kasish, ikkinchi tarafdan ma'lum miqdordan tashviqotlar. İslam dinining asl ro'yini yo'ritib ketgan tashviqotlar yoshlarga hozir ushur vositalarining taraqqiy qilishiga ergishib, yoshlar islom dinining haqiqatini tunish fursatiga erishib qoldi. Gerçi ustoz tutib ma'lum madrasalarda o'qib o'qigan emasmi, har turli ushur vositalar orqali islom dinida bekitilgan ba'zi muhim prinsiplarni o'rganish fursatiga bo'ldi. Oğandan keyin bir tarafdan zulümün ağırlap ketişi, yani bir tarafdan yaşlarının seviyesinin işi, Allah tarafından özünün üstüge qandaq bir mecburiyetin yüklengenlik ki, bunu tanıp yetti. Bunu tanıp yetkenden keyin, bunun qarta, bunda harzar halatda, beşar halatda, günahsız, tecavüzçünün kolda ölüp tüyüp ketkenden göre, ma'lum bir üstümüze düşken farzini ado qilib, şeref bilen ketsak o'tgan degan hissiyat keldi. Mana bu aynı vaqtda bir ilgirlash. Masalan, o'zimizning üstümüzge düşken farzini ado qilishimiz lozimkan degan mandaq tushunchaga keldi dedik. İslamda mo'yinda bir mecburiyet bormi yo'qmi? Bu nuqtani biraz aydınlaştırış lazım bo'ladi. Masalan, Qur'on-i Karimda Alloh taolo deydi: "Estağfirullah ve ma lekum la tuqatiluna fi sabilillah vel mustadafin minel rical ven nisa'i vel bildan
اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Bu Kur'an-ı Kerim'de 1400 yılın mabeyinde teşebbüs kılınıp geliyorken mühim bir ayetlerinin var. Afsus ki muş ayetin mezmunu bizim vatanımızdan keng halk ammaga, hususan yaşlığa aynen şekilde yetkizilmek geldi o şu vakit kadar. Yetkizilmek gelgen bolsamım yakın zamanın mabeyinde uçur basitliğinin terakki kılışığa geçip bir kim yaşlan muşkil türdeki ayetlerinin mezmununun haberdar olup kaldı. Biz ayetin tercümesi mezmununu kısaca dep ötemiz. Ayet Allah Teala dedi bu ayet Sure Nisa'nın ki 75. ayeti. Sure Nisa'nın 75. ayeti. Bu 75. ayeti kiriştin burumuz 74. ayetten başlayıp 74 75. iki ayetin mezmununu kısaca muhakeme etmemiz. 74. ayette Allah Teala dedi fel yuqatil fi sabilillah ellezine yeşrunel hayated dunya bil ahire ve men yuqatil fi sabilillah feyuqtal ev yaglib fesevfe nu'tihi ecren azima. Ama bu ayetin devamı da ve ma lekum la tuqatilu fi sabilillah diye devamlaştırdı. Biz muş iki ayetinin tercümesi ve kısaca mezmununu oturup koyuş arkalık Müslümanların asas kanunun Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların mecburiyetinin kandak bektil geldi ki her bir Müslümanın ne mecburiyetinin baş geldi ki bunu oturup koyuş doğru gidelim. Ayet Allah dedim. Dünya hayatını ahiretin bedelige setlanmak olan. Dünyadan geçip ahiretteki menguluk nimet olan cennetini kolgu keltirmek olan kişiler Allah'a yol duruş kılış lazım dedi. Demek gazat katlanış lazım demek. Ayetinin ikinci cümlesi dedi Allah'ım. Kim ki Allah'a yol duruş kılırken Allah'ın rızalığı için, Allah'ın dinini alıkırış, Allah'ın bendilerini zulümünü kutkuyor uğraş kılırken o meyleş uğraş kılış cereyanı da öldürülüp kessin, meyle galbi kılsın. Biz bu kişiye en kat tecrübe veremez deydi Allah Teala ayette. 74. ayetin mezmunu gazatka atnışkı buruydu da Allah Teala. Gazatka atnışkı. Siz eğer bu dünyaya aldınıp bu dünyaya golulap ötmek olsanız o peşanınızın şore, özünüzün teleysiniz. Eğer dünyadan geçip ahiretini, cennetinin menguluk, bəxtini kolu keltirmek olsanız Allah yoldu ki uğraşkını, gazat katlanışınız lazım. Diye mezmununu oturup koydu ayet. Hem bu ayetten belki yukarıda biz bir neçe şəxslərin televizyon davetinin gepini görüp öttük. Ula Arap dilini azdır bilsirek. Fel yuqatil fi sebilillah de yuqatil. Yuqatil deyin kelimeyle başlaydı. Bu buyruk sözü. Küçükken Arapçının haberi vardan bilelim. Bu Allah tarafından bendilik kılınavatkan buyruk. Bunun gazatka Allah'ın buyruklu vatkalı çıkıp durdu hem de. Ayetin devamının muş yolda meyli sen düşman tecavüzlük öldürülüp geçsen mi meyli helbi kılalısan mı her iş kilalet sankat tecrübe var dedi Allah Teala. Bu galbi kılsan mı sana ecri var? Galbi kılanma aşını kolu uçup getip öldürülüp geçsen mi sana katta ecri var. 74. ayetteki buyruk bu. Endi biz 75. ayetin tercümesi mezmununa qarab bakaylı. 75. ayet Allah deydi. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. Allah deydi ki müminlikler, ey müminler, ne mi buldu size? Sizin halin ne mi bu? Allah yolda uğraş kılmak yasla. Allah yolda Allah'ın dinini alıklışı ve şunun da bozak kılınğanlarını kutkuzu şurada.
Allah'ın dinini alik qilish va bo'za qilingan va zulm uchraganlarni qutqizish yo'lidan urush qilmaysan-ku. Sizning nima ish qilganingiz bu? Siz Allah'ın yo'lidan va bo'za qilinganlarni qutqizish uchun urush qilishdan iborat majburiyatingni unutib qilyapsizlar. Nima bo'ldi sizga? Deydi Alloh taolo. Deb bilib Alloh deydi. Bu bo'za qilinganlar kimlardan iborat? Erlar, ayollar, küçük balalardan ibaret. Siz yaşavatkanız nurgun erler, turmalarda her türlü azaplardan bozak kılıp azaplanıvassa. Nurgun ayollar, uçsuz gitkan kimgim iyi olanmay. Her türlü azaplarla azaplanıvassa. Nurgun küçük balalar her türlü şekilde azaplanıvassa. Erler, ayollar, küçük balalardan ibaret. Muş bozak kılınganlarını kutkuzucu yoludan uruş kılmay durursan bu. Derhal uruş katlaşın lazım. Bana bu bozak kılıngan bişarlarının hali şu derece verip yetken ki bulam. Ey Rabbimiz, muşu zalim, zoravan, tacavuzçu hükümranlıklı vatkan, muşu sahat bizi kutkazsan. Dep Allah'a iltica bağlıdırlar. Ey Rabbimiz bizgen öz huzurun bir başpana, yardımcılarını işkilip versen, biz öz panayını yarış, muşluğunu bizi kutkazsan dep. Bu bozak kılınganın muhinde ahu zar bilen bizi yaldırıp dua kılıvatıdı. Muşunanı kutkuzuş için ve mukaddes Allah'ın dinini âli kılış için nimiş kuruş kılmaysızlar deydi Allah Teala ayette. Bana bu 74-75. ayetinin mezmununu hulaslasak 74. ayette Allah yolunda gazat katmış buyruk kılır. 75. ayette Allah'ın dinini âli kılış, zoravan tacavuz tarafından bozak kılıvatkan Müslümanların şu zulüm, zoravallıktan kutkuzuş için uruş kılış mecburiyetinin bağlılığını Allah'ım kattık tekitledi. Senin bundak bir mecburiyetin tutsam, şu mecburiyetin ada kılmayı durursan o, deydi de Allah Teala. Demek bu yakındaki Türk'üm yaşlam, muşkil mezmudik ayetlerinin mezmudunu haberdar olalım bu da. Bir taraftan karasa, bundak dehşetlik zulüm uçuravatkan, yani bir taraftan Allah'ın bu kadar buyruk talimatlı durup, bunun habersiz, bundan mesuliyetini ada kılmay, gaflet yaşavatkan. Bu ahvalını oyla, biz Allah'ın aldığı bağını ne büyük hesap verimiz biz. Biz ondan bağını ki Allah'ın şu buyrukunu beca keltiriş için, bundan bakağım, her türlü sebep bilen bunun kol uçup turmalarda kamılıp, kışınlıp, harizar yaşagandan göre, Allah bizning üstümüzge buyruqqanmış buyruqni ado qilish araliq sharaf ketmaydi mi degan niyatdan harakat qilayotgan yoshlar. Bu yoshlar shu Sharq Turkiston xalqining ichida o'zi duch kelayotgan zulmni his qilayotgan va o'zining gadaniga Alloh tarafdan yuklangan farzni, majburiyatni tunji qitim his qilib, shu farzni ado qilish uchun harakat qilayotgan yoshlardan iborat. Mana bularga Alloh taolam sebep nu'tihi ecren azim. En katta ecrini biz bulağa birimiz dedik. Allah katta ecrini verdik da bulağa. Yani ayetin talimatı bu. Bulağın kılıvatkan işi bu. Bu kılıvatkan yaşlarının ki hareketim. Fakat Xitay tecavüzçilerinin ki tecavüzçilik hareketine karşı ip birilevatkan şundan karşı bir hareketin ibaret. Bu hareketini bulan tamamen başka normal yaşavatkan bir halkı hücum katarı tasvirledik. Yukarı filmde görüp öttük Tungan'dan birisi Gazat degen tecavüzcüge karşı ipirdikken mukaddes oluştuğun ismi Gazat. İslam bunu buyurdu, bu bir şereflik iş de öteptik hep arlıkta. Bunu ağır biraz. Gazat zaten tecavüzcü karşı kınılgan mukaddes uruş. Hazır Şarkı Türkistan'dan kısmen yaşlılar tarafından ip birilevatkan bu hareket qaysi türgü düşürdü bunu qarab bakış lazım. Ağzını çıkartkan gep hak olgan olsa kılınavatkan işini hata tarifledik de bu da. Bu Gazat degen tecavüzcü karşı kılınavatkan mukaddes uruşumuz Gazat deyimiz İslam bunu teşebbüsü dedi öze. Rast zatı Gazat degen mukaddes uruş, tecavüzcü karşı ip birilevatkan. Bu yaşlarının ip birilevatkan bu hareketim tecavüzcü karşı ip birilevatkan hareket bulmayın mı?
bu 1949'ның mabeyinde Xitay komünist tecavüz qilib kirganning mabeyinde nima kunlarni ko'rsatadi? Allah'ın diniga ne kadar buzg'unchilik asili qiladi? Tamamen kishilarni dindan ayirish harakat qiladi. 60 yilning mabeyinde bular. Bu tamamen dinni yo'qotish qurinayotgan, musulmonlarni yo'q qilish qilayotgan, musulmonlarning dışarı tajovuz qilayotgan bu tajovuzga qarshi epirilgan urush muqaddas urush olmaydi bo'lmoqchi. Allah'ın dini yo'q qilish, musulmonlarni tamamen yo'q qilish uchun musulmonlarning shari tajovuz qilayotgan tajovuzchiga qarshi epirilayotgan harakatlardan iborat. Manda bo'lgandan keyin mush harakatni qilayotganlar eng muqaddas urushni qilayotganlardan iborat. Muqaddas urushdan. Mana bularni Allah en katta ecrini va'da qilgandan keyin jannat kirdi, shahid bo'lar degan hukmni buning asosan chiqarish lozim. Bu yerda naytiga diqqat qiladigan masalan şu qarşılık görüşü hareketde kılıvatkan yaşlı hareket ip biriş jarayonida bazı dikkatsizlikkan tarafı var. Onu tüztük edip bolsam tajovuzchining zarbi berishga tegishli organning o'ziga zarbi shu yoqqa qarab qilsa deyilsa bu to'g'ri tanqid bo'lgan bo'ladi. Endi buni harakat ip bag'ardim albatta shuning qilib keldim o'sha vaqtga qadar. Bas o kufrning qitda ayrılışıp durgan bazı insanlar arif olmaydı ki hareket jarayonida. Bunun qartan bu qarindoshlarning shunchalar muqaddas urushda qilayotganligim ashining og'zidan chiqqan iboralar bilan ifodalanib turibsan, yana bularni tamoman terrorchi, zo'ravon desh bu nima keldi? Terrorchi, zo'ravon kuch degan nima? Boshqalarning ziminiga tajovuz qilib kirib, Xitoylarga o'xshash ularning dinni yo'q qilish, şu milletni tamamen yo'q qilishga urinayotgandan ortiq zo'ravon kuchlar bo'lmoqchi. Mana bu zo'ravon kuchlarga qarshi epirilayotgan harakatlar bu. Zo'ravonlikqa qarshi. Gayet güzel ifadeler böyle. Rahmet. Hakikaten Xitoy tajovuzchilarininki mesela bu qatimqi elib borgan keng tashviqot urushida g'azat harakatini g'azat qilib shehid o'lganlarniki jannatga kirdi degan safsatisiga raddiyada butun qattiq keng tashviqot urushi elib beryapti. Amniyati Maqsum kam so'zlagan bu so'zlardan dinimizning asli saf manbasini ilingan narsa haqiqiy, yani Xitoyning salohiyati bizning vatanimizda tajovuzchi, terrorchining eng beshi degan gapimda. U yerda harakat qilayotgan qarindoshlarimiz jihad harakati elib borganlarniki elib borganlar xuddi Abay Ig'izdan o'qishmaslikdan chiqib ketgan islom diniy jamiyatiniki muavin raisi ham bosh kotibi shuning so'zidan chiqib ketdi-na. Ig'izdan chiqib ketdi, duymasdim. Tajovuzga qarshi elib berilgan narsa. Shunda dushmanga tajovuz, dushmanga qarshi elib ketganlarni shehid deb qaraydi islomda, shunday deb qoldi. Haqiqatan Xitoyning holi bu. Endi hurmatli karam qaraka sizlar shu burunma bunday harakatlar bo'lib turibdi oxirgi yillarda ko'payib qolgan bilan Xitoy hech bir zaman bunday qilayotgan vaqtda har qitim terrorchi ani qildi, mani qildi deb tashviqot elib beribdi burun. Hamma tashviqotlarda ya chiqasi shu Abduraqibga o'xshash, Abduraqibni Abay so'zlamasa shunda Ig'izga og'lamaydigan darajada oyatlarni burunlab so'zladi. Va shu jumaga o'xshash degandek, jumaga o'xshash o'ziga eng sodiqlardan bir ikkisini so'zlatib ketdi. Bu qatim harakatdan keyin barliq zada eng kichik imomni tatib butun vatanimizning har qaysi joylardagi cho'ng kichik hammasini yig'ib, hammasini mikrofon tanlab, hammasi zada do'zaxda deb bu do'zaxga hukm qilib fatvo bergizishdir hamda. Xuddi bu eng cho'ng ishni haqiqatan bir jinoyat o'tkazgan taqdirdan birisiniki bular mangu jahannam kirdi, mangu do'zaxga qoldi deb bundan narsani hech kim deyamaydi, bir musulmonmi deyishi mumkin emas. Bu şekilde teşviqat edip berishi nimani ko'rsatdi? Sizdan ham. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Abiyatin qo'yilgan filmni bir qadar uni ko'rdim. Undan boshqa meni Avlikim Xon Maqsum Hojim uni bir qadar endi üstüne to'xtaldi. Hozir endi Xitoyniki o'ziniki Qur'on ham kuchiga taynib bizniki shu vatanimizni besib olgandan keyin shu yerdagi bizga qarshi kuchlarniki hammani o'zimizniki shu kuchiga
Qur'onga tayanib meni budjet qilib o'sha yo'qityapmiz deb buningki har xil shakl bilan shundoq ishlarni qo'llanyapti. Qo'llangandan keyin u ishmandi. Kağıt kelmey, amalga oshmay, endi o yeni bir tarafini qo'llanib bular bu qaysi yani İslam dinini yani bular İslam dinine e'tiqod qilgan bo'lgandan keyin bizniki Uyg'ur, Müslüman, Sharq Turkistonning xalqimiz yani buningki asosiy yani ruhiy markazi yani İslam din bo'lgandan keyin buni tutib turayotganlar yani İslam dinidagi olimlar. Ana bo'lgandan keyin bular endi bu taktikasini o'zgartirib bularniki şu yüzniki yaman g'arziga yetish uchun shadiki şu ishlarni yani haqqoniy haqiqat bo'lgan şu jihad muqaddas bo'lgan şu urushni yüzü qarshi bo'lgan urushni uni yo'qotish uchun ular yeni bir taktikini qo'llanib İslam dinininki ma'lum shundoq yüzniki tarafiga setilganına ait az bir qism bir o'chim molla deb atilib kelayotgan o'zi tarbiyalab chiqqan shundoq odamni endi ish qilsa bo'ladi. Bu bir acizlik. Yani cezmen işninki ulu degandek o kuş bilan san bilan bo'lmaydiganligi. Cezmen bu kainat bu alemninki bir egisiniki resmi ba ekanligida bu yerda bir ispat. Yani bu cihat iş va kaza kushtanlik iş moddiy narsa emas. Uni idora qilayotgan bir kuch va Qur'oni Karimda deyiladi asos yani iymon, e'tiqod, sabat. O digerde Qur'oni Karimda bor. Agar mushundaq bo'lsanglar va iyyakum minkum ishruna sabiruna yag'libu mi'atayn degan ayet var. Yani bu ne asas köz tutu. Anda o andakin bu arkalık yüzdeki ma'lum bir kısmı, bir oçum alimleri yani damullah molla deb qo'ygan adamni bizninki şu haqqani urush ep bağan aş kişilerge karşı durmakçı. Bununki maqsadi bu endi. Meningki yani qilganim yani bir acizlik hazır. Yani bu haqqani kurash, haqqani şu hareketniki aldidiki Xitoy bir ojiz kelganligini buni bildirdi. Qancha men cho'ng bir kuchli. Mening qo'limda har narsa hozir hamda bizniki Sharqiy Turkistonniki shaharlarga, yezlarga tatib askarlarni har bir go'ngshada 50-60 ta askar to'xtatib tamdi. Aj 5 o'zning qiladi. Ham uningdan boshqa manevr deb har xil manevr deb shaharlarga askarlarni yo'tkab shahar o'zi kuchini aj bekatmay sarangdek ajindaq mushundoq qo'shining o'zi nimani bildirdi desa bu muqaqimay ahırda andaki dini taraftan, muşu taraftan bunu idare kılmışsak bulmağıda dep o gayri kişiler olan garip elleri bulup mu Yahudi gariplerindeki paylanıp bu usulünü kullangan buluşu mümkün. Tamam. Hem de hakikaten bu kadınlar sen Xitayning kelib qilgan qiliqlari bo'libmi? Yigirma may vaqasidan keyin Ürümçinin halatını ko'rgan inson xuddi Ürümchiga boshqa bir necha bir davlat hujum qilgandek shaklda armiyalarni zada hammasini to'kib qo'ygan. Butun tashviqotlar davatida biz bu amaliyot qilgan odam shu 4 jamiyat tutilg'ini bilan 5 odam 4 shehid urug'liq qarindoshlarimizni. Ama shu 4 insonning shehid bo'lishi bilan elib bo'lgan bir harakat uchun necha davlat bostirib kirganda shunchalik harakatlarni elib berishi butun vatanimizning har qaysi joylarida ig'ir en küçük kumallangan insanların tutup solap bu şekilde nurgulgan en tiz şekilde hüküm çıkarıp nurgullarına hüküm kambal nurgullarına eğer uzun yıllık qamoq cezası hüküm kılıp bunu qilishimizdeki mesela ben bilgen benim başka siyasi cihetki burunqi hukuktan tushib ketgan Uyg'ur shu Xitoy g'alchilar bo'lsin bularning so'zlarini chiqamdim vaqt e'tibori bilan bunu qilishimizdagi mushundoq cho'ng jiddiy bostirish harakatini elib berishimizdagi sabab nima deganda shu zo'ravon terrorchilarni bitish qilish ularning qalbiga qo'rqinch selish uchun qilyapmiz buni deb e'lon qildi Xitoy bunda deyapti. Sizcha mushundoq bostirish mushundoq harakatlarni elib berish vatanimizdagi jihodiy harakatni bostirishga uni tinchitishga yetamdi yoki bu texmbek kuchiyamdi Xitoyning bu qilayotgan qiliqini nima deb baho berish kerak? Endi her qanday meselede reallik qarash lazım. Reallik. Xo'sh. Bir diqqat qilgan 2 turlik nuqta var. 2 turlik nuqtadan biri Xitoy tajovuzchilari shu tajovuzchilarga qarshi harakat ip berayotganlarni terrorchi deb atab yuqorida filmda ko'rsatilgandek bir turkum bizdeki
dini namil atılıp kalgan ama İslam dininden tamamen haber bulmagan kişilerini vasıta kılıp durup bütün vatandaki umumumuzda halkını aldamakçı olacaktı da. Aldamakçı. Neymiş kaldaydı o? Bu iki nokta ötümüz. Mesela hazır emeliyetten terörçi degen başkalarına tehdit salavatkan, başkalarının mülki, hayatıga hırs kılavatkan zoravan koç. Demek ki dünyanın tarifi de terörçine manda ataydı. Hazır dünyada tanılgan terörçinin şunammış ip aytkandan asli terörçim Xitay tecavüzçileri. Şərq Türkistan ziminin, Şərq Türkistan halkının çok bir ailesi bu. Şu aileye bu tecavüzçi besip kirdi. Besip kirip şu aile kişilerin hayatını tehdit sırvatıdı, itikadı tehdit sırvatıdı. Şu ailedeki halkını tamamen yoktup şu aileyi igelli kurmadı da. Asli terörçi degen şu ailedeki adamı tehdit sağan, hayatı hırs kılgan bu terörist olmak şeydir. Xitay bunun işip an tamamen yok kılıp bu Şərq Türkistan halkının ki hakkı olan Türkistan zemini bu ayını tamamen egellamak şeydir. Bu terörlükten başka bir atalık olsa bunun ataş lazımdı Xitay'ın nesildi. Bu hakiki terörçem tamamen Xitay tecavüzçilerine ibadet. Bu terör tecavüzçi olandakin bizde oğurdu yürek yok diyen gep bağımaz mı? O milyonluğun asker, nurgun hava kuvvetleri, kuruluk kuvvetleri iyi olgan bilen o tegin oğru olgandakin de tecavüz kılıp kirgen. Yani yüreki pok onu az ziminin özünün zimin emaskini, o Şərq Türkistan zimini Şərq Türkistan halkının hikayeliğini ne yaxşı bildi şu? Bilgeçki bulan özünün tamamen o şum niyetiki onda asallık yetenmeydi kaldıkını tanıp ettiklik. Yani birim bu cihat degen her bir müminin kalbide Allah sağan bir ot bu. Onu tehdit bilen, zulüm bilen öldürüşümü yoktanmaytkanlığı Xitay o 20 yılının ben tanıp yetti bunu. Durun tecrübe baktım. Hem de kımmakçı yokan çaresin bütün halkını aldaş arqılık Xitay tecavüzçilerine, muş terörçilere karşı hareket kılıvatkan hakiki mücahit, hakiki inkılapçılarını halktan arıvetip yetim kaldırış arqılık aşılarının bu Xitay tecavüzçilerine, Xitay terörçilerin zərbinin aldığını anmak olacaktı. Ama Xitay közlegen bu nişan onda asan yetenmeydi. Yetenmesinin sebebi birinciden o her kanç o molların aç sözlü bakkan olsa ama halk aklıgen nayigen akıllı halk olgandayken halkның mutlak köp kısmısın bu sözler batkan bu sellilik kişinin kim kısmenlerinin kim aklı bulgunup ketken dinin sırtını kapkan adamın ekanligini nurgullarının Xitayның besimidin qo'qab o'zining irodasizligining tufaylidan Xitoyga qisman yaxshi qilish bir narsani deb qo'yayotganligini qismanlarning hech narsani bilmay o'rgatib da'vatganligini butun xalq yaxshi biladi shu. Buni yaxshi bilgachkan bularning gapiga xalq agashmaydi ekan. Bularning gapiga xalq agashgan bo'lsa-da, ana shu niyatiga yetalishi mumkindi. Buni xalqimiz hukumatning mollasi bu deblam bilgenden keyin onun gepini tanışamaydı ki. Hükümetin ko'ngli hoş qilishini gap qildi bular. Bularni ish qilish orqali xalqimizni qaymoqtirishdan iborat. Bu mujohidlarni normal xalqdan arib etish, yetim qoldirishdan iborat shu niyatiga Xitoy hargiz yetenmaydi. Ikkinchidan Xitoy shu vaqt tahdid qilib baqdi. Xalqayni o'ltirib baqdi. Vujudiga o'zining mas'uliyatini tunib yetgan bir ruh o'rnigan bu yoshini turmaga qamash, öldürüş, her xil vasitini qo'llash mush vaqt qadar irodasini voz kechtirolmadi. Buningdan keyin chunki bu bir ilohiy ruhdan iborat. O Allah xalqan bandaga nisb qilgan bir ilohiy ruh bu. Bu ruhga bo'lgan odamlar dunyo hayotidan tamoman kechiklik, jannat uchun o'zini atoliq bo'lar. O cennetini arzu kılıvatkan, dünyanın tamamen vazgeçivatkan bundan bir kırındaşların nispeten Xitay'nın ki bularını yetim koyuş aralık hareketinin aldığını alalışı bu mümkün emez.
Odan Allah şunun tirişçanlığı göre yani muvafık imkaniyet hazırlap berdi. Belki men şöyle halkımız sevis aşkan sıram kimning dost, kimning düşman ekanligini, haqiqiy terrorchining Xitoy kommunistlar ekanligini, buni xizmat qarshi ish qilayotgan haqiqiy fidoyi mujohid ekanligini xalqimizning mutlaq ko'p qismi kundan kunga tunib yetmoqda. Buningdan bilasiz. Tunib yetgan sirim xalqimiz chambarcha bir gavdiga aylanib, xohlaganlar ish qila oladigan, ish qilish imkon topolmaganlar shunda ish qilganlarga sharoit hozir moslashgan bir vaziyat barliq keladi, barliq kelyapti. Chunki hech qanday bir millat bakadan sening ziminingga tajovuz qilib kirib, seni yo'qotayotgan bir dushmanga qaratan qo'l qovush deb turib, yo'qotayotsin demaydi-ki. Hech qanday bir millat. Bizning xalqimiz alhamdulillah mu'min, muvahhid xalq. Bunda o'g'andik bu teg'im o'zining ustiga tushgan majburiyatni ado qilishni tirishganligini Xitoyning bu xil turdagi tashviqot orqali xalqni qaymoqtirish, bexutlashtirishni bu shu niyatiga men yetolmaydi. Bunda bu askarlarni hammaga taqitib, mang'izib, xalqning yuragini mijiblan bizga qarshi ish qilinmayotgan, tikilib qolmayotgan qilib emas degan bu ishni nechkidan takrar qilib baqdi. Chunki moiradik kelgan jondan kechib chiqqan ekan. O jondan kechib chiqqan bir odam sening hayvon qanday o'qib qolsin. Son Xitoy tajovuzchilarning milliarddan ortiq nüfusni kontrol qilayotgan bir cho'ng kuch ekanligini bilib turib, shu kuchga qarshi Allohning rahmat yordami bilan tamamen tankilalayotganligi, balkim g'olib kelalayotganligi qat'iy ishongachgan o'tirish qilayotgan masala bu. Bu asl bu ishlar aslan bir iymon, tavhid. Bunun vücudu bu kadar iman uğurlaşkan bu yaşlığa Xitayning bu xillik tahdidleri hech qanday salbiy ta'sir paydo qilmaydi. Kerim qarka, endi sizlarcha Xitoy tajovuzchilarininki elib berayotgan shu olimlarni qo'llanib turib elib berayotgan ishlari. Buningga bu so'zlarni anglagandan keyin ko'rgandan keyin masalan vatanimizga nurg'un xalqimiz ko'rdi va bu jihodiy harakatni elib berayotgan qarindoshlarimiz ham ko'rdi bu. Xitoyning mo'llariniki. Albatta bular bir o'chim kishilar vatandagi hargizmi vatanimiz bugungi kunga dini saqlanib qolgan bo'lsa, bu to'rtal insonlarning qo'li bilan emas, balki haqiqiy dini uchun ko'ygan, dini uchun yashagan, shu haqiqiy saf o'limalarimiz bilan xalqimiz o'zining dinini, musulmonligini saqlab kelyapti. Bugungi kunga kelgan bo'lsa, hargiz bu bir o'chim kishilar butun vatanimizdagi musulmon o'limalarimizni temsil qilib bermaydi. Hargiz ularni bildirmaydi. Harakat qilib berayotgan qarindoshlarimiz buni ko'rgandan keyin masalan bular qanchalik o'zurlik. Bularni mikrofon tanlagandan. Bular nima deb qaraymiz, nima deb qarashi kerak? Balki nurg'un qarindoshlarimiz bevosita mushularga hujum qilishi mumkin atugun. Buningga masalan diniy jihatdan bevosita bunday qilsa bo'lamdi yoki buningga qilmay yana shu Xitoyga qilish kerak. Buni qana qaraylamdi. Qaysi tarafga o'q qaratilishi kerak? Endi buniki ichida asli islom dinininki ahkam masalasida. Endi bizniki e'tiqodimizda ila kalimatulloh uchun mening shu Alloh yo'lida jihad qilish, g'azot qilish bu farz. Bu islom dinininki muqaddas farzlariniki qatoridan. Bu jihad muqaddas bir farz bo'lgandan keyin Bulunu qilib kelayotganlar o'zininki ustidagi yiliqi farzni ado qilish yuzidan qilib ketib bordamdi. Masalan, namoz o'qidi, zakot berdi, hammadan men mu'min musulmon deb shu farzni qilib ketib olgan kishilarga o'xshash. Endi bu farz hamda o'tganda deyildi. Bu farz, ya'ni bu ikki qism bo'ladi, farz kifoya, farz ayn deb. Bizning hamda vatanimizga, Sharqiy Turkistonga Xitoy tajovuzchilari vatanimizga bostırıp kirgandan keyin bu jihad, ya'ni g'azot qilish ularga nisbatan, ya'ni biz musulmonlarga nisbatan hammasiga farz ayn bo'lib qolgan. Mayli cho'ng olsin, er olsin, xotin olsin, kichik olsin, hammasi qo'liq binasi et qarshi turadigan miqdorda kuch yetgan miqdor qarshi turish kerak. Bunun hech qanday bir odamniki ruxsati yoki izniga unga muhtoj emas. Bu bir darajada. Biz ham bu
farz masalasida yana bir tushuncha nima qiladi. Endi farz, endi bu islom dinininki tushuncha, ya'ni usul fiqhininki nimasi bo'yicha ikki. Birisi adavul vujub deydi. Yana birisi lekin vujub, ya'ni vujubun nafs, ya'ni o odamniki gadiniga shu farz bo'lgan amaldan keyin gadiniga tushishi, undan keyin gadiniga tushgan yiliqi farzniki o'zini u odam ado qilishi endi. Bu ikki xil. Hozir endi bu cihatdan ibaret olan bu uruş bizdeki gadinimizga allama kaçan vacib bo'ldi endi. O farz bo'ldi endi. Qandaki bir adam mesela vaqt kirish amanamla, mesela peşi vakti ya asr vakti kirish amanamla bir adamniki gadiniga şu peşi namozni ya asr namozni qaysi bir namozni o'qish farz bo'ldi. Endi buni ado qilish masalasi endi. Ado qilishda namozniki ishga va tashqi bir qancha farzlar var. Onu qilish kerak. Endi bu ado qilish, ya'ni uni amallashtirib ijro qilish jihatdan agar u odam tini sog'lom bo'lgan bo'lsa, hamma joyi sog'lom, og'riq emas, bunda bo'lgan bo'lsa, ash farzni to'liq qiladi endi. Agar u odam og'rib qolgan bo'lsa, masalan, o'rtirolmaydi, o'rtiramasa o'ltirib o'qiydi. O'ltiramasa o'chamizda yetib ishoratlar o'qiydi, ya'ni shunday darajada. Ya'ni demak endi hajdan iborat bo'lgan bu farzniki o'zi har bir Turkistonlikqa farz bo'lgandan keyin buni ijro qilish masalasi biz o'xshamayapti endi. Jihatdan iborat bo'lgan. Bu asli bir qancha shart bor bu jihatni nima qilgan. Shuna bo'lsa-mu o'ziniki qo'li, o'zi kuchi yetganga qadar buni qiladi. Bu vatanimizda bo'lsin, mayli sirtlarda shunaqa tayyorlik qilish jihatda bo'lsin yoki bir tarafda bo'lsin, buni qiladi endi. Bu qilish jarayonida har xil usul bo'ladi. Mayli qo'lga Qur'on elib, unda bir nima qilish, ya'ni Xitoyni bizniki shu Turkistondan qo'llab chiqarish, uni pokizlash. Bu farzdan. Har xil shaklda qiladi buni qarshilik turish. Masalan, bizning vatanimizda mana shunda Xitoylarni mayli hozir hamda deyilayotgan gap u Xitoy bu xalqniki enida yulayotgan Xitoyniki o'zi u begonati. Şu bir günahı adamını öldürüp müştak kıvadıdı diyen bir hata bir düşercede ulan dep müştak devadı dendi. Diyen diken bu zadi kandakak eğer o resmi biz köydük 5. 7. ayın 5. gündeki vakada aş puhrası bu kaltak gelip şu cadı çıktı dendi. Bu neymi o? Her yani düşman. Bu iş kana vakti özüde bu neymi olmaydı. Tiş kalık olmaydı. Yani onda oğan diken yüzündeki küçük yetken miktarı da qandaq olsa bunu icra qilib kit bar dendi. Məni etib olamdı, öldürüb olamdı, yasab olamdı. Bu mutlaka Allah'ın yoludan cihat yüzdeki gadinideki şu farzni ado qilish yüzdeki kit bardı. Məni bu adamla Allah'ın aldığı bağa vaxtı günahkar olmaydı, uttuğulu cennetga kirdi. Bunun hiç qanday bir şək yo'q. Çünki Qur'oni Karimda bir qancha yerda oyati va la taqulu lima yuqtalu fi sabli amwat bal ahyaun inda rabbihim ve hum la yusharun degan nimalar bir qancha oyat bor. Bu Allah yolu endi bu. Allah'ınki yoluda cihat qilayotgan kishilar. Bu kishilarniki o'zi qanday bir shaklda shu jarayonda o'lib ketsa, mayli turmada o'lsin, mayli ketib berib o'lsin, bir narsa yasab o'lsin, mayli mushundoq o'lsin yoki o'zini mudofaa qilish va o'zi xalqini mudofaa qilish jihatda bir narsa o'zini tengib yamashni nima qilsin, bu Allah'ning yo'lida o'yin bo'ldi, shahid bo'ldi. Bunda hech qanday bir shak shubha yo'q. Inshaalloh bu mazmunda yani imkon bo'lsa oyat 7sini aniq nima qilishga imkon bo'lgan bo'ladi. Bunda da hech qanday bir narsa yo'q. Endi biz endi o savolniki asliga kelsak, bu savol endi bu yerda ekranda bir qancha yani az bir qism men mola deb chiqib olgan bir o'chim yani az bir kishilar chiqibmişlar debdimdi. Bu bizniki iymonimiz Qur'oni Karimniki şu elhamdülillah tatib va nas kelib bo'lgan her bir ahkamga meni tafsili şu iman keltirishimiz o farz aynendi. Onu bir adam shak ya bunda qoladi ekan, o iymonni chiqadi endi. Anda bo'lgandan keyin agar shu iymon ashi jihatda bo'lsa o odamda, agar bu odamniki iymon esa mushundan bir hukmni sen bunda qaraq deysan, ya bunda qaraq e'tiqod qilsan, yanda bunda qilsan, bo'lmasa o'ltiryapman, yo so'layapman, anda qotaman degan bunda bir taklif bo'lsa, resmi o'lib ketgan bir taklif bo'lgan bo'lsa, u chog'da o'ziniki jinini ma'lum jihatda uni qutuldirish uchun og'zida ammo qalbi mutmain oyat bani.
Bu orqali unda deb qo'ysa, bundaq odamniki o'zini Alloh qabul qiladi deydi endi. Buni odam qabul qildi. Hozir endi bu deyotgan odamlarni desak, nayta az bir qism. Bularga nisbatan endi hamma odam o'zir bormi, yo'qmi? Agar ash gapni demasang seni o'ltiryapman demdi, nima deydi? Ham uni o'zicha obdan biladi endi. Anda o'g'andikan bu odamlarga nisbatan biz o'zir deymizmi, nima deymiz, qanday deymiz? Buni biz demasakmi, mushu bizniki Uyg'ur, Turkiston, musulmon xalqi keng doirada buni tushunib ketadi endi. Hozir mesela chiqayotgani buni o'zir deyish, majburlab Qur'onni qilish yo'q. Bah nima kelsa apirib solab qo'ydi endi. Buni apirib solab qo'ydi, turmuga apirib bir qancha turmuning azobini hammadan biladi, qanday bo'lganini. Shu jafodan qo'rqib yoki bo'lmaydi o'zniki hozir mush hokimiyat Xitoy hokimiyati tarafidan berilayotgan imomatchilik yoki kichkina bir huquqni men mahrum qolamanmikin degan ash yahudilarniki Qur'oni Karimdan deyilgan şu ahiret hayatını kichkina samanan qalilan kichkina bir pulga setib olgan mushuk kishini maqsad men mushuni ashni kecholmayotgan gap. Ya meni so'lyotidi, yoki bo'lmaydi huquqqa imomatchilikni evatidi, yoki bo'lmaydi turmuga apirib tashlab bunaq qilyotidi, yoki jamiyatni nim qilolmayman degan mushunda bir qo'rqinish. Endi bu qo'rqinishniki o'zini buni ma'zur deyishga bo'lamdi, bo'lmamdi. Agar ashi gapning o'zida biz oyat yo'q anladik. Bu xato ish qildi, gunoh ish qildi, yomon ish qildi, yomon ish qilganning hammasi Qur'on hadisida akilib, bu do'zax kirdi. Shu ish qilganlarniki o'zi yomon ishmi? Masalan, shu jihad, masalan, Urumchi voqeasi, Xotan, Qaraqosh va hokazo, Qashqa, Aqsu va hokazo bo'ladi. Bu qandaq ish endi? Shar ishmi, xayr ishmi? Biz mutlaqo deymizki, u 100% xayr ish. Fana ya'mal misqala zarrati xayra yara degan nima oyatdir. Ana o'g'andiki buning jihad o'g'andikin, g'azat o'g'andikin, bu g'azatniki o'zi xayr ish o'g'an bo'ladi. Xayrin ishqa adam mutlaqo jannat kirdi. Endi oyatin yoki biroz avval deb aytildi. Bu Xitoyniki mashal bostirib kirib, bizniki zaminimizning hech qanday bir huquqi yo'q. Ammo zaminni besib olding. Sen uni da qanday foydalansang mayli desek, unug'imi unmay bu guylar. Aşağıda özümüzdeki şahsi muluk, hatta ki özümüzdeki itiqadıgım egi bolamaydigan, uygumi, hatta ki ayolida ötküzel cinsi münasebetine egi olamaydigan aşılığı müdahil kılan alet yetti. Tacavuz hem de haddidin ziyade eşip gitti. Tarihten bu yan qarab baksak, mesela Garip devletler yani müstemliki tacavuz bastı, bu yana bastı, bu yana bastı deyli. O da umda kımıgan. Onun iki bekkıganı zemini besi bu yan baylığını epçik etken. Yani iş bomba dediğin yüzün din itikadını anı teng Hristiyanlaştırman deb bunu qilgandı. Ama o Xitoy endi tarixdan bu yan hozir qilib baxmagan bir zulmni, o zulmdan eşip zulmning chekividan, onun tajovuzini chekividan, onun eşip tasavvur qilmagan butkul vujudining hammani istilo qilib men evolaman degan bir shaklda buni qiladi endi. Bunda bir shaklda qotgan bo'lgandan keyin bu kafir bunga qarshi qat'iy endi shu jihad qilish, shu ishni qilish mutlaqo to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Bularni o'qimay, ashni yomon, ma'ni yaxshi deb hammasini og'zi qarsa Qur'on hadisini o'qib, endi qarab baksak o'zi bir tatinish, bir shaklda yani majbur qolgandek ashta devatqanlarni buni ko'ryapmiz. Ba'zilar shunday. Ammo shuning ichidan bilib turib rasmiy uning ichida shu ichidan qiz rasmiy to'g'ridek devatqanlarni uni ko'ryapmiz. Buni hamma odam biladi. Mana buni biz endi bir odamniki do'zax bo'lish yoki jannati deb bekitish bu odamniki qo'lidagi ish emas. Allohniki ishi. Endi biz endi vatanimizda shundoq zulm, shundoq kafir ashtaq bir zulm qatı tajovuz qat jinoyat bor zodi bu kafirdan bu Xitoyda. U jinoyatning ustiga jinoyat. Hozir yasharda mushu Xitoy hokimiyatidan boshqa 100,000% ega bo'lgan bir kufr yo'q. Bu acaba ateist. Yani başka millet tıpkasımı iş bulmadı ya Hristiyan ya Yahudi ya bir millet emni. Ma degen bütün dinini inkar kılıdığan, hiç kanda birden itiraf kılmaydıgan bir məxluq emni. Bu hakimiyet töpsü demdi. Onun üstü puhrası müşrik. Ama o andaki bu bunun öte bir tacavuz kafir bir millet yok.
Ama bunun karşı takan her kanına bir uruş ben bulurken mutlaka o doğru olan buludu. Hem bu kafir şu vaktin başlap aşına tecavüz kirgen boğandıkken biz hem de bu alimlerimiz bunu neye görüp neme kılıdı yüzü bilme ya bilgen bolsa uçadan Kur'an-ı Kerim'ninki aş hükmünün aş kıvatkan kişilerinki işiniki doğru ikkenin bülüp durup Kur'an'ı ekirip onu aştıma hizmet kılman dese din çıkıdan imanı tesir var. Ama bilmey qanday qilman, mamında qilman desa, uçaqda o'zingizda Allohga muvaffaqiyat qilamiz. Endi bu odamlarni yaxshi ish, yomon ish deb turib, bu do'zaxga kirdi, jannat kirmaydi deb go'yo o'zinikida mushtaq qiladi. Bizniki xalqimizdan so'raymizki, buniki digini deb, ular hargiz yomon ish qilmadi, hargiz xato ish qilmadi. Bu 100% to'g'ri. O o'lgandiki jazman jannatga kirdi, shahid bo'ldi. Bu hörperiyle hazır saklap durdu, hörperiyle görüş bolgan inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ahirki paragrafga qo'shilgan so'zlar bormi? Mushu olimlarniki. Endi mushu masala haqida ikki nuqtani eskerish etmoqchi. Biri mushular islom dinida ma'lum miqdorda bilimga ega bo'lgan, islom dinini temsil qilayotgan shaxslar bo'lgan turib qarab turib Xitoy tajovuzchilaridan iborat bu terrorchi kuchni haqiqatchi bu terrorchiga qarshi harakat qilib fidoilarni buni terrorchi buni zo'ravon do'zaxga degan gap davatgan bo'lg'achqam buningdan keyin hujumning nishoni mana bular bo'lsa bo'lamdi degan mazmunni savol qo'yildim. Bu masala haqida men ikki narsani eskartish qilmoqchi. Biri bütün xalq bilib tegishlik bir reallik voqea bu yerda. Bu reallik olsa-mu bizningki vatanimizga Istiqbo'raxonning davrida keng ko'lamda islom dini kirib umumlashganning mobaynida bugunga qadar islom dinida o'qib yetishgan kishilar o'zining muqaddas dinni umumlashtirish va xalqningki haqiqiy baxtga erishish uchun o'z xalqi, o'z millatining baxti ve Allah'ın mukaddes dinine umlaştığı için izchil bir şekilde hizmet qilib kelmoqda. 1000 yıldan artıq tarixning mobaynida bu islom dinida yaxshi o'qib ahlim bo'lgan molla ya ahlimi ya alim ya domila deb atalganlar shu vaqtga qadar 1000 yilning mobaynida 1000 yillar islom dinini aynan avlod yetkazib mush millatning qad ko'tarishiga milletning hiç bo'lmaganda mavjudlab saqlanishga birdan bir xizmat qilib kelganlar bular. Bunun için o'xshamagan tarixda o'xshamagan qisman nachar shaxsim chiqqanmi chiqqan. O insonni jamiyat hali bo'lib bo'lmayotgan ahvollar. Ammo mush millatning hozir qadar mavjudiyati islom dinining mush vaqt qadar bizga yetib kelishiga bizning vatanimizdan chiqqan ulamolar favqulodda cho'ng his qo'shaqliq. Bizning ajdodlarimiz cho'ng his qo'shaqliq. Buni alohida qadrlashimiz lozim. Shu vaqt qadar naqad qilgan bir nuqta shuki, olim ulamolar bu qadar o'z xalqining manfaati, islom dinining manfaati uchun xizmat qilib kelgan, davomli o islom dinining haqqoniy aynan saqlanib qilishi, xalqning manfaati uchun xizmat qilib dini sadigiler, dini ulumalar deb tonlup getirdik. Goya başkalar, baş sadigiler dinge xilaf öz milletiga ziyonli ish qismi mayli deb yig'ranmaydigan, çünkü davomli bunun qilgan ishi bu. Deb dini sadigilar davomli o'zining diniga ham o'z xalqiga xizmat qilib bo'lgandan bundan kichikkina bir nuqson sodir bo'lsa, goya butun xatolikni buni qilayotgandek bir xil havo aks ettirilib kelaylik. Buningda biz altgan dersimiz dini ulamoning ki milletning mevcudiyeti üçün ne kadar muhim rol oynaganligini ochiq ko'rib turibmiz. Masalan, islom diniga e'tiqod qilmayotgan nurg'un millatlar bor, Xitoy territoriyasida yashaydigan. Hozir yo'q ki. Manjulusun, bu deb bir necha zuluvati yo'q ki. Yo'qolib ketaylik. Asosan Xitoylashib turganlik. Sharq Turkiston xalqi şu ulamoning tirishchiligi bilan muqaddas dinimiz olan İslam dinini davamlaşıp gelmiş ki İslam dininin Türk aslında millet mevcudiyeti saklap geldi. Bunun halkımızın için kısmen ziyareti bilip olanmalı Xitay'ın yaxşı biliklik.
muş milletning saqlanib qilishiga birdan-bir xizmat qilgan omil islom dinida bilgachki bilan hozir islom dinini yo'q qilish uchun tirishayotdi. Biz islom diniga vakillik qilib, islomning haqiqiy maydonda turib xizmat qilayotgan olim ulamolarga tashakkur etishimiz, ularning haqida duo qilishimiz, ularni qadrlashimiz lozim. Biz bir mu'min, musulmon, sharq turkistonlik bo'lishimiz bizning majburiyatimiz bu. Shuning bilan birga bu biz filmni ko'rgandek va shuning o'xshatgan az sonlik shaxslar bordi. Bular islom diniga mansub deb atilib qolgan bo'lsa-mu, dinga haqiqiy vakillik qilolmaydigan bir jonbaxt insonlar. Uning ba'zanlar besim uchirgan bo'lishi mumkin, ba'zanlar yuqori qarindishimiz Kerem qarim deb o'tib, har xil sabab aytib bo'lganim uchun bu ozg'un xato qilayotgan insonlar. Ammo buningdan keyin zarba tutgan hujumning zarbining obyekti mushular bo'lishi lozimmi degan savol kelganda biz insof qilishimiz lozim. Bular faqat irodasiz, maydonsiz bir insonlar. Buni oshundoq degizgan shu ishni qilib kuch Xitoy tajovuzchilari. Hujumning nishoni Xitoy tajovuzchining o'zi bo'lishi lozim. Bu mandaq asli tashbih qilmaslik lozim. Tushunish oson bo'lsin deb tashbih qilish to'g'ri keldi. Biz bir axloq yaxshi emas, irodasiz bir ayol, masalan, bir lükçik zarvan tarafdan tajovuzchi bosqinchilikqa. Bu qat'iy qarshilik ko'rsatgan bo'lsam, o'zini qo'g'dab qilish imkoni bordi. Ammo ashuni qisman besimiga bardosh berolmay, tarafiga ma'qul deb tajovuz uchirdi. Bundan bir hadis yuz bersam, biz ilk bosqinchilik, tajovuzchilikni ayolni jazolash lozimmi? Yo bosqinchilik qilgandimi? Manda masala. Biz o vaqt albatta, ammo ayol ma'ning oldida bardosh berolmay bo'shanliqdami? Biz bosqinchilik ma'lum qilgan bo'lgandan keyin ma tajovuz qilgan, bosqinchilik qilganni jazolashimiz lozim deymiz albatta. Shuning o'xshayib bir odamim buni qo'yib turib, buni ash-hal uchib qo'ygan Xitoy tajovuzchilari. Hujumning obyekti bu bo'lishi lozim. Hisobni bu bilan qilish lozim bo'ladi. Ma'lum kelganmasligidan xalqdan bularning irodasiz kichikgina bir ishga bardosh belqobil qaydamni bu. Buning gapini tingshimanglar, bu dinga vakillik qila olmaydi bular. Bunun islom nomidan degan gapini qat'iy tingshimanglar deb bularni xalqdan arib etish lozim. Bu jazo yetarlik bularga. Buni xalqdan arib etishdan iborat bu jazo yetarlik. Ama bunu şimdi tövbe qilib kelganlarni xalq sepki qo'shvasi bo'ladi. Ama onun artık bunu jazolatni bir qirib mag'durdan ketgan, bir qiz gapni xato qilib qolgan odamning uya bilan kesib hapilishib, shu ishni qilib zo'ravon kuchli karomma yurishning o'zi mana bu bir angsizlik. Aslida buni ash-halga tushib qo'ygan zo'ravon kuch bilan hisoblashish, zarbani unga berish lozim. Ikkinchi bir nuqta bu o'z millatni qo'g'dab qilish, o'zining diniga xizmat qilish faqat islomiy sohadagining vazifasi bo'lib, fanniy maktablarda o'qib chiqqanlar, maktabda o'qib chiqib kommunist yetishtirgan bo'yicha, tajovuz yetishtirgan bo'yicha, go'mindin bo'lsin, gunchandin bo'lsin, tajovuzga xizmat qilish, ashundan muashirib jon beqish, maziyalining vazifasi, millatning dinni saqlab qilish, dini sadoqaning vazifasi degandek bir anlam bunu tuzish lozim. Aslida fannikda to'qiganlarmi, buni mo'sh millatning pushtidan to'ralgan bo'lgandan keyin, buningmi o'z xalqiga, o'z vataniga, o'zining diniga xizmat qilish majburiyati bor. Buning ichidan nayt oz sondagilar ham o'z xalqi, o'ziningki vatani, o'z diniga xizmat qiladi. Nayt oz sonda. Mutlaq ko'p qismi esa tajovuzchiga moslashib, şunun muaşilip, şunun idare cemiyeti, şundan billah, şundan sebep işledik. Mutlak köp kısmı. Bu eyip bilmezlik. Ölümanın için dini sadıkının mutlak köp kısmı ise öz dini, öz milleti, öz halkını paylaş kılılık. Nayt az sandıklarım, yukarı pelini kögellik okşaş, tajavuzçığın maslı iş kılılık. Bu reallik bu. Bundan durup, biz iki kız gittin birisi olsa, dini sadıklar, ondan millet xiyonat qilib, uni qilib, buni qilib deb go'yo fanniy sohadagi ziyolilar hech qanday xatolik o'tkazmagandek bir ong shakllanib qiliqliq. Mana bu bir adolatsizlik, tengsizlik. Amaliyotda bizning ko'nglimiz
ziyolilar sohasining mutlaq ko'p qismi tajovuzchi xizmat qilib kelaylik. Az qismi esa haqqoniy maydonda tururlik. İslami sahadakining mutlaq ko'p qismi haqqoniy maydonda tururlik. Az sandik esa tajovuzchi xizmat qilib kelaylik. Unda bo'lgandan keyin biz mush nuqtani oydinlashtirib, islomiy sahadakilarga tarixda bir rahmat etib o'tib, biz az sondagi xatolar o'tkazilganlarni tuzishtirishimiz lozim. Bu fanniy sahadagi ziyoli qarindoshlar xizmat ishlab, senin asli vazifang bu tajovuzchiga moslashib, buning sepini birga xizmat qilish emas. Ma xalqinga, vataniga xizmat qilishing lozim. Deb bularni o'z vatani, o'z xalqiga, o'zining diniga xizmat qilgan masahaga kirish tashabbus qilishimiz, bularga da'vat qilishimiz lozim. Benim bu münasebetlerden oturup qilmoqchi olan fikrim bu kadar. Rahmat, Allah razı olsun. Muhsin kamda mesela deydi ki bularning so'zlayotgan so'zlama albatta Qur'oni Karimdagi oyat hadislarni so'zladi mesela bu modullar. Gaplarning mazmun jihatdan bir musulmon biz men o'tirib so'zlasak to'g'ri so'z. Mesela kimki bir begunoh insonni o'ldirsa, oyat bor mesela xuddi faka-annama qatalan nasa jami'a. Bütün insoniyatni o'ldirgandek bo'ldi. Birisininki qutqizib qolsa yoki o'lmay qolishiga sabab bo'lib qolsa, insonlarni qutqizgandek bo'ldi degandek. Bu to'g'ri gap emasdan gap. Buni elib ko'rib apriblam mushadiki begunoh xalqni o'ldirdi deb deyishlik. Xitoy xalqi vatanimizdagi normal puhra bo'lsa-mu Xitoy xalqi begunohmi? Uningga cheqilishga bo'lmamdi. O vatandagi gunohkor, vatandagi tajovuzchi faqatlam Xitoyning askar soqchilarimi yoki Xitoyning puhrasimi gunohkor, o'xshash tajovuzchi hisoblanamdi. Biz buni ilgari Urumchi voqeasining kishilar Urumchi voqeasi bo'lgan kundan aytsam Abduqodir akam bilan suhbat o'tkazgandik. U o'zining fikrlarini o'tirib qo'ydi, hammasining fikrlarini. Bizning Sharq Turkiston ziminda yashayotgan Xitoylar masalasi haqida Xitoyning hukmron sinf, mesela Xitoy Komünist Partiyasi markaz kanalidagi hukmron sinf bilan vatanda hokimiyat doirasida emas, boshqa sohada bir kishi yashayotgan Xitoylar. İkisi kelganda ikkisidan o'tirdim, farqlantirish lozim. Hukmron sinf bosh jinoyatchi. Bosh jinoyatchi. Çünkü özlüba hukuk hakimiyetinden paylanıp Şarkı Türkistan halkını tamamen yok kılıştırına başlatkan birden bir kuşu uğraşkan. Bu asas düşman bu. En düş. Bizden vatan yaşavatkan baş Xitaylı çoğu. Xitay'nın şimdi özden vatan yaşavatkanları. O da biz Şarkı Türkistan halkının içinde şey yok. Her bir Xitay fukarası öz ülkede öz yutu yaşayan olsa onun olan hazırlıkçı onu imana davet qilish, dünya ahiretning baxtiga erishib qolsin deb istash qilish majburiyatimiz var. Ondan başqa hesap kitap yok. Ama Xitoy hokimiyat sistemasining qanot ostida vatanga kelib o'rinlashgan Xitoy fuqarosi. Ana bu o'zining vatanini qo'yib qolib, mazmunga yashayotgan bo'lg'ashgan tajovuz qilib kirgan qatorida borda. Urushib kirmagan bo'lsa-mu, hukmron sinfning tashabbusida kirgan bo'lganda ekan, tajovuz qilib kirganning qatorida bo'lar. Biz tajovuz kirdimi, kirmadimi desam, buni har qanday kirdi deydi-da. Chunki necha ming kilometr ustiga kelaylik bo'lar. Bu tajovuz qilib kirganning qatorida. Jinoyat jihatda uni barobarmi? Yo'q. Hukmron sinfning jinoyati boshqa, bu uningdan farqli. Bunun en yaxşı çarem Xitoy xalqi hozir ma'lum bir turmush seviyasi yaxshini o'zining yutudimi yaxshi yashaydigan bir holat shakllangan ekan, bizning vatan yashayotgan Xitoy xalqi rost o'zining tajovuzchi, zo'ravon kuchning qatoridan bo'lishni, shuning sepidan o'rinishni rost xohlamasa, chekinib chiqib, xalqni bo'zaq qilmaylik biz, xalqning zaminni egallab olmaylik deb az ziminni xalqiga tashlab berib, o'zining yurtiga qaytib ketib, o'z yurtida yashashi lozim. O'z yurtida. O'z yurtiga ketganimay, Xitoy hukumatini bilinmishadi biz. Hukumatlik turimiz desa, bu vaqtda tajovuzchining sepini o'rnagan bo'ladi ekan. Ana bu vaqtda tajovuzchi qilgan muomala kuchayib ketadi bular. Agar bu rost tajovuzchini, zo'ravonlikni, terrorchilikni xohlamasa,
teröristçi, tacavuzçılık qilayotgan Xitoy Kommunist Partiyasidan ayrılıp bular öz yurtiga ketib, öz yurtida tinch o'zining kasbini yashashi lozim. Sharq Turkiston xalqi bununla hafalashmaydi zodi. Onun da o'sha kishini hojati yo'q. Ammo uni ketmay izchil shu zaminda turib hukumat tarafqa qo'l cho'moqchalab shu yerda yashayotgan bu tajovuz qilib kirgishlikning qatori insonda tajovuz qilgan bo'lgan ekan. Endi buni begunohda deyishning o'zi mana bu shar'iyga aqlga to'g'ri kelmaydigan bir gap. Begunoh bo'lish uchun sening o'ylanga boshbekkim bosib kelib men chiqilmay tursa gunohsizmi u? Gunoh bormi yo'qmi? Sen vurursan, çanaysan, kulap çıkarsan ki bu mening deb. Şimdi çıqılmay tuğanlığının özlem bu bir cinayet. Eğer ola tajavuzchi, zo'ravon kuchning qatoridan, terrorchining qatoridan o'rin olmas, ashining sepida turmaslikda qalasa, ras insonparvarlab o'zini juda qaytib ketishi lozim. Shu tuğanlığının özlem men bu zo'ravon terrorchilar bir sepda degan bo'ladi. Bunu degandiki, men terrorchi degan bo'ladi. Vaqti bo'lamam shu qatorda muomalaga uchraydi. Masalan, ish kirdiki, o'zining yurtida yashayotganlar bilan masalan bizning ishimiz yo'qdilar. Jihodiy harakat qilayotgan qarindoshlarimiz shu yerda qiliqliq. Mana hozir Xitoy bilan sharqda urush bor. Dushman qo'li yetgan yerda sizni urgan ekan, sizmi qo'lingiz yetgan shuni urusizda. Agar Xitoy tamoman chekinib chiqib hozir chekinib chiqib o'zining yurtida yashasa, o'zining yurtida bizning tingi mudofaa qilmay, aralashmay biz vaqt chekinmaymiz-ki. U vaqtda Xitoyning ishki o'lkaga ular qarshi harakat etib berish, masalan Xitoy birinchi qilib bizdan chekinib chiqishi lozim. Ikkinchidan bizdan o'tirib urush qilmayotganligi bir kelishim imzolansa, u vaqtdan Sharq Turkiston xalqining hech qanday birisininki Xitoyning o'lkaga boshqa hozir hareketlerini etib berishi tamamen şer'en hata olgan bo'ladi. Ular tamamen çekinip chiqib o'tirdi urushmayotganligiga, tij inoq qo'shib aytganga kelishim imzolanganiga qadar ba'zi hareketlarning bo'lishi vaqtda daril harb bo'lgan ekan, urushlayotgan dushman bo'lgan ekan, o islomning ro'yi uyg'un bo'lgan bo'ladi. Haqiqatan o'tgandimi so'zlab o'tildi bu arada. Xitoyning fuqarosi bizning vatanimizdagi Xitoyning shunday qomatini yuksaltib turayotgan, kuch berayotgandan so'ng fuqarosiga hujum qilish, u Xitoyni yildiziga hujum qilganlar. Fuqarosini u yerda turg'izolmaydigan qo'rqinch holatga keltirish, u yerga yangidan kelinmasligi, Xitoyning nupus o'tkazish siyosatlarini cheklash uchun cho'qim fuqarosiga hujum qilinishi kerak degan narsalar o'tildimi? Mush fikriga qarata bir qarab beqish lozim. Men jo'g'andan bu hujum asosan bevosita sana zulm qilayotgan zo'ravonning o'ziga urishi lozim. Bevosita qilib zulm qilayotgan sahli aniqki shu sahla. Asli hujumning obyekti ulu bo'lishi lozim. Shu jarayonni boshqadan bo'lib qolsa, u qarshiliq hamda. Bo'lsan, bevosita qo'l tiqib, bizni qamab, jinovatgan, o'ltirayotgan, ayda qilgan buyruq qilayotgan organlar bor-ku. Asli hujumning nishoni bo'lishi lozim. Oxirida shunday harakatlarni elib berish jarayonida hozir masalan bu harakatni elib borgan vaqtida qarindoshlarimiz o'zining mutlaq holatda o'lib ketganligini bilib turib, hatto 4 shu mashinadan tushmaylar, shu mashinani portlatgan vaqtida o'zini portlatgan. Bu bir shakldagi masalan islom dunyosining boshqa yerda bo'layotgan o'zini portlatishilqi, intihor, shahada nimasiga kirgan bu. Buningga savol chiqishi mumkin, mana o'zini o'lishini muhaqqaq bilgan holatda o'zini portlatib, yo bomba tengab turib masalan portlatib boshqa dushmanni o'ldirish uchun o'zini portlatishdan hukmi nima degandek. Bu masala haqida dushmanga tajovuzchiga zarb berib, tajovuz qilib kirgan o'rinni qo'llab chiqarish, shu tajovuzdan zo'ravonlikni qutilish uchun mumkin qadar o'zining hayotini qo'g'dab qilib, o'z hayotini qo'g'dab turib, shuning qarshısida harakat qilib bordi. İslam dinining tashabbus qilib bu. Xo'sh. Agar o'zining jindan tashmasan, uning zarbaga bo'lmayotgandek ahvolda bo'lib qolsa, ana o'zining jindan kechib bo'lsin, dushmanga zarba bersan, bunning yomon olqishinliq, aniq shahidlarning qatorida bo'ladi deb hukm qilindiq. Naytiki o'zini saqlab qilib turib bu dushman
zarbaga o'tgan mandaq bir imkon turib, an o'zining hayotini saqlab qolishga bexastalik qilish bu to'g'ri emas. Ammo o'zining jonini tashmasan, dushmanga zarbaga bo'lmaydigan ahvolda bo'lib qolsa, o vaqtning hech kishiningki boshqa xilofiy qarash yo'q. Qisman o'lim may sulta, hokimiyatga vakillik qilgan o'lim deb atalgan shaxslardan boshqa ixtilof yo'q masala haqida uni qilish lozim bo'ladi. Allah razı olsun. Hürmetli Kerem Halkım, ahırda özlerinin bir iki ağız sözüne edip programın ahırda tutsak. Ahırda yine vacipke bulgan söz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala müminin nefsini cennet ile setip aldı. Neymi kılış? Allah'a iman keltiriş, cihat kılış. Allah'ın yolu'da cihat kılış ile Allah müminlerin nefsini cennetin karşılığı setip aldı deydi. Anda oğandikin bu ayet kesasen Mahsum Hacim degandek, eğer aşında bir halet bolsa, yani o adamdaki o yerde kılıçta bir canını saklaş imkanı yok müdafaa kılış cihette. Gözü görünüp turdu. Anda oğandikin bu cihette aşında iş bolsa cezmen bu yolluk oludu. Onu da başka mesela Filistin ve herkese meselelerini üstüne ölüm alemimizdeki cihlerindeki muşu meselede cezmen şehit boluduğallığı. Oluniki yani Peygamber Sam'niki mesela yedisleri var. Öz nefsini öldürüp almağına, kimiki öz nefsini öldürüp alsa kıyamet kişilik şöyle boludu diyen muşunda nemi var. Bu ölüm alemimiz var. Bu hadisini hemen göz aldığı ile yani muşunda bir zulüm. Müslümanların ki zeminini bir kafir besvagan olsa onu müdafaa kılış, kovdap çıkış ayeti diğerimizde bu ferzdi. Onu icra kılış meselesi aşağıda her xil usul oldu demdi. İcra kılış cihette. Esi o cihat diyen iman buluş bir kan şart oldu. Şunda turulğun o adamın üstündeki ferzini ada kılmen de kol yetkenge piçak bilen bulamdı, neyim bilen bulamdı, ölüp yetişeceğim. Ölü demdi. Ve onun başı acıda bosu mu? Bunu da neyim bolu dene? Şehit oldu demdi. Hem mesela ölüm halimiz bunu da bir ittifak asası cihetten bunu da işkanda bir gümanlık bulmaydı kaldığı, hem şehadet boludu kaldığı, yüz cennetki kirdi kaldığı, bunu da ölüm halimizdeki sözler var. İnşallah bu mesele bir kadar nazik mesele olmadan diken onu bir etraflı bir oylaş gerek yani diş ders kılış gerek. İnşallah köptün köp rahmet, nayet yaxşı söhbet qıppada. İnşallah nayet yaxşı fikirlerini berdinlar. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon şuna qilib bugun maxsus o'rinlashtirgan bu qitimqi eng oxirgi 22 may Ürümçi jihodiy harakati sababli Xitoyning chekini oshgan shaklda dinimizni, ya'ni islomni va shuni vakillik qiladigan olimlarni xalqning nazaridagi, ya'ni hech bo'lmasa so'zlab o'tdik, ular har qancha dini dunyosi uchun kichikgina bir dunyo uchun kichikgina bir manfaati yoki huquqi bir jamiyatdagi bir narsani ayrilib qolmasligi uchun shu Xitoyningki talabiga, Xitoyning besimlarga bosh ekkan holatda dinni burmilgan shaklda dinni tutqu qilgan holatda xalqimizni qaymoqtirish uchun Xitoyning elib berayotgan tashviqotiga qarshi bir programma o'rnashtirib, maxsus programma o'rnashtirdik. Yani programımızın xulosida nima chiqdi desak, haqiqatan hammadan aniq bo'ldi. Din, haqiqiy dinimizningki, islomimizning nimalarni talab qildiganligi, u harakat elib berayotgan jihodiy amaliyotlarni qilayotgan qarindoshlarimizning butkul shu issiq qon, jon hamma narsadan kechgan holatda haqiqiy Alloh yo'lida jihad qilgan qarindoshlarimiz ekanligi, albatta har bir vatanimizda yashayotgan, sirtda yashayotganlar va albatta biladi Xitoyningki qancha zulm qilayotganligini. Chunki butun axborotlardan hatto kofirlar Xitoylarningki qilayotgan boshqa dindagi musulmon emaslar Xitoylarning qilayotgan qilmishlarini ayblab turayotgan axborotlarni ko'rib turganlik uchun va vatanga nisbatan nurg'un narsalarni bilib turganligimiz uchun sirtda yashayotganlar albatta Xitoyningki haqsizligini biladi. Ammo vatanimizning ichida yashayotganmi har qanday bir xalqimiz albatta diniy to'nga o'rnab turib chiqib bu yerda ularning qilayotgan ishlarini har qancha so'ksimi, ayiblasimi, nima qilgan bo'lsa, u vatanda yashayotgan har bir vijdonli kichikgina aqliga non yegan har qanday xalqimiz shu jihodiy harakatlarni elib berayotgan qarindoshlarimizning
haqiqatan to'g'ri ish qilayotganligini sirti deyanmasimi ham yuraklarida Allohga duo qilganligiga ishonchimiz komil. Ular haqiqatan to'g'ri yo'lda, hargizmi o mollalar, Xitoy mollalari deyotgandek qonunsiz dinga qarshi bo'lgan ish qilmadi, balki Alloh yo'lida o'zining jinni sarf qilib, tajovuzchilarga qarshi urush qildi. Ular Alloh ularga rahmat qilsin. Ulardan Allohning ularga katta rahmat ato qilishini va ularning ajridan ham bizni mahrum qilmasligini chin qalbimizdan Allohdan tilaymiz. Ahirda Kerem Karim degandek biz mu'minlar albatta Allah burun canlarımızda Allah subhanahu wa ta'ala bizden setip eli ve lixliq. İnnallâhe iştara minel mu'minine enfusahum bi enne lehumul cenneh. Hakikaten Allah mu'minlerin ulanın canlarını, ulağı cennetini beriş bedlige setip aldı dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah burun setip, biz setip buluqluq, bu soğudu pütüp buluqluq. Biz bu cennet qaysı yolda bilişimiz gerek. Qaysı yolda sarf qilishimizni bilish bizga. Bunu icra qilish xuddi abay degandek farz ayin bu bo'ldi, gaydanga tushib bo'ldi. Xuddi peshin namoz vaqti kirib bo'ldi. Asrgacha vaqtimiz bor. Buni ado qilish eng oxirgi vaqti chiqib ketkichi degandek jihad farz bo'ldi. Buni qachon icra qilish, amaliy icra qilish bizga qiliqli har bir musulmonga qiliqli qadrli qarindoshlar. Demek Allah'ta cinimizni setip bulduk, soğudu pütüp buldu. Teslim kılış, qaysı yolda, qaysı şekilde teslim kılış bizge qilib qoldi. Allah subhanahu ta'ala her bir qarindoshlarimizni, her birimizni o'zi rozi bo'lgan yo'lda, o'zi rozi bo'lgan shaklda jonlarimizni teslim qilishga Alloh nasib qilishini so'raymiz va jihad elib berayotgan bu kurash, bu büyük muqaddas hareketlarni elib berayotgan qarindoshlarimizni texnik jasorat, texnik kuch ato qilishini ve düşmanlarının hile nayranlardan qutuluşunu Allah'tan tüvençlik bilen sorayımız. Yeni bir qatımqı programımızı görüşkice sizlerle Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin baktisadına girişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağıyken ondaki cihatın aldan tayarlıq bolğan hicret hem mevcuttur demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştan ibaret hakkani görüşün uzun yakacak aldı.